Assalomu alaykum. Bu videoda sizlar bilan Windows'imizga eng muhim dasturlardan biri antivirus o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Antiviruslar to'g'risida va viruslar to'g'risida alohida videolar qilganmiz. Bugungi darsimizda Note 32 antivirus dasturini hamda 360 Total Security degan antiviruslarni o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Demak, ayni vaqtda hozir sizga o'rnatish uchun kerak bo'ladigan dasturlarni ko'rsatganman. Yana bir marta ko'rishligimiz mumkin. EZ Non Antivirus. Xo'p, bu antivirusni shunchaki bepul yuklab olishligingiz ham mumkin. Ayni vaqtda imkoniyati bor. Lekin u qaysidir muddat o'tgandan keyin u sizdan litsenziya sotib olishni so'rab qoladi, ya'ni ko'p xabarlar chiqarishni boshlaydi va sizda mana 30 kunlik bepul trialni ko'rishligimiz mumkin. Endi hozir keling shu narsani sinab ko'ramiz. Downloadni bosamiz. Endi bu joyda mana Download for Windows. Biroz sabr qilganimizdan so'ng bizga mana shunaqa programma ishga tushadi. Bu antivirusni installari hisoblanadi, ya'ni internet orqali ishlaydi. Buni offline installarini topishlik uchun EZNote 32 offline installer deb yozishimiz kerak bo'ladi. Mana bu joyda esa ko'rib turganingizdek eski oldin chiqarilgan antiviruslarni ham ko'rishligimiz mumkin bo'lar ekan. Mana bu Smart Premium Internet Security Note 32 har birini o'zingiz xohlagan variantda olishligingiz mumkin bo'lar ekan. Xo'p, agar 32 bo'lsa 32, 64 bo'lsa 64. Keling 64 bitligini bu yerdan skachat qilamiz. Demak, bizning installerimiz yuklanib bo'ldi. Bu installer orqali keling maniki installerimiz yuklab olingan holatda turibdi. Bu installerni ishga tushirsak hozir o'sha Note 32 ni serverlariga ulangan holda kerakli qolgan fayllarni yuklab oladi. Biz esa o'sha kerakli qolgan fayllarni mana bu fayl orqali hozir yuklab olyapmiz. Endi keling shu joyda sizga dasturlarning turlari haqida ozgina ma'lumot berib o'tib ketaman. Dasturlar o'rnatilish turiga qarab 2-3 xil turga ajratiladi. Bittasi o'sha online installerlar deyishimiz mumkin yoki live installerlar bo'lishi mumkin. Hozir mana buni ishga tushirganimda o'ziga kerakli bo'lgan asosiy programma fayllarini internetdan yuklab olib, uni kerakli C diskni, tizimli diskni ichiga joylab qo'yadi. Ikkinchi turdagi fayllar esa mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bu bitta faylning o'zida hammasi joylashgan bo'ladi, ammo mana bu EZNote 32 online installer yuklab oladigan fayllarning hammasi buning ichiga arxivlangan holatda turadi. Buni ishga tushirganimizdan so'ng bizga internetning keragi bo'lmaydi. Shunchaki dale tugmalarini bosib ketishligimiz kifoya. Endi bundan tashqari yana bitta dasturlarni o'rnatish turi yoki foydalanish turi mavjud. To'g'rirog'i dasturning turi mavjud. Bu dastur standalone deb ataladi, ya'ni standalone Telegram yoki bo'lmasam portable deb aytishimiz ham mumkin. Ya'ni bunaqa turdagi standalone yoki portable turdagi programmalar bular o'zlarida yagona bir fayl bo'ladi yoki bir nechta fayllar qo'llanmasi bilan bo'ladi va u ishga tushirgan vaqtimizda sizdan ortiqcha narsalarni o'rnatishni yoki boshqa narsalar qilishni, ustanovka qilishni talab qilmaydi. Shunchaki programmani yuklab olasiz va uni ishga tushirasiz 2 marta bosish orqali va o'sha programma ishga tushishni, ya'ni foydalanishni boshlashingiz mumkin. O'shanaqa turdagi programmalar ham mavjud ekan. Xo'p, keling endi siz bilan mana bu antivirusimizni ishga tushirib ko'ramiz. LNT64. Запустitni bosamiz. Ko'rib turganingizdek, bu joyda tilni tanlashni so'rayapti. Bizda rus tilida yoki boshqa tilni tanlash imkoniyatlarimiz mavjud. Продолжitni bosamiz va принимаю, ya'ni shu dasturdan foydalanish talablari mavjud. Tasdiqlaymiz, ya'ni qabul qilamiz. Ana endi e'tibor bering, mana shu joyda produksiyani aktivatsiya qilishlikni so'rayapti. Endi bu joyda biz hozir probная litsenziyani bosishligimiz mumkin. Buning uchun albatta sizdan emailingizni kirish so'raladi. Keling sinab ko'ramiz. Probная litsenziya. Elektron pochtani, ya'ni elektron pochtamizni kirishligimiz kerak bo'ladi. Ana endi davlatni tanlaymiz va mana bu joyga bayroqchani qo'yib qo'yishligimiz mumkin. Sizga xabarlar kelib turadi. Agar xabarlar kelishini xohlamasangiz bayroqchani olib tashlashingiz mumkin. Aktivirovaniyni bosamiz. Сейчас ваша лицензия EZNote 32 антивирус будет использована для активации следующего продукта EZ. Продолжить. Va mana bu joyda Live Grid tizimini ochib qo'yamiz. Bu Live Grid tizimi ma'lumotlarni avtomatik tarzda, ya'ni shubhali ma'lumotlarni yoki obyektlarni aniqlaydida, uni avtomatik tarzda o'sha tekshiruv tizimiga jo'natadi. Xo'p, keyingisi esa нежелательный programmalarni avtomatik tarzda yoqish va ularni oldini olish uchun kerak bo'ladigan tizim. Ana endi продолжitni bosamiz. Xo'p, участвовать в программе улучшения. Bu mana shunaqa narsaki, sizni kompyuteringizda viruslar uchrashi, boshqa bir odamlarga yordam berishligini xohlasangiz, sizni ma'lumotlaringizdan oladidagi uni, ya'ni siz qanaqa tarzda ishlatasiz, aytaylik, kunda necha marta o'zgartirishlar qilasiz, qanday qulayliklar bo'lishini xohlaysiz yoki shunga o'xshagan ma'lumotlarni kompaniya yig'ib boraveradi, uni o'sha produktni sifatini yaxshilash uchun mo'ljallangan holatda ishlatiladi. Agar mana bu narsani ana bossangiz, siz kompyuteringizdagi ba'zi bir nastroyka ma'lumotlarini EZNote serverlariga jo'natishingizga rozi
bo'lasiz. Нет, не bosib qo'yamiz. Продолжить. Ko'rib turganingizdek EZNote o'rnatish jarayoni ketyapti. Bu programmani o'rnatish tugadi. EZNote antivirus o'rnatildi. Gotovani bosamiz. Ko'rib turganingizdek bizni antivirusimiz o'rnatildi. Endi bu antivirusni muddati mavjud 30 kun davomida. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, обновление qismida yuklanish ketyapti. Ya'ni o'sha antivirusning kerakli bazalari, ya'ni viruslar bazasi internetdan yuklab olinmoqda. Bu albatta juda ham muhim narsa. Keling, обновление nima narsa ekanligi va uni olish mumkin bo'lgan joylarni sizga tushuntirib o'taman. Endi siz agar antivirusni EZNote turidagi nimalarni o'rnatgan bo'lsangiz, EZNote kompaniyasi produktlaridan o'rnatgan bo'lsangiz, o'shanday holatda sizda antivirusni ishlash prinsipi uchun обновление degan narsa ishlatiladi. Bu обновление nima? Обновление bu qisqacha qilib aytganda viruslarning shu paytgacha aniqlangan viruslarning ro'yxati hisoblanadi. Ya'ni ularning signaturasi deb aytiladi. Ya'ni har bir virusga qarshi qo'llanish mumkin bo'lgan qonun-qoidalar ro'yxati. Bu обновление, baza обновление hisoblanadi antiviruslar uchun. Xo'p, ya'ni A virusimiz bor. O'sha A virusniga qarshi kurashuvchi dorimiz bor. Ya'ni bir kod bor maxsus. O'sha kodni biz internetdan olganimizdan so'ng o'sha A virusimizni biz qurolsizlantirishligimiz mumkin bo'lar ekan. Именно shunaqa tarzda ishlaydi. Endi keling, sizga o'sha обновление, baza обновленияларni qayerdan olish mumkinligi to'g'risida ma'lumot beraman. Bu baza обновление o'z aslida antivirus aktivatsiya qilingandan so'ng siz uni internetga shunchaki ulab qo'ygan bo'lsangiz, o'shani o'zi kifoya. U internetdan o'sha bazasiga, serveriga, EZNote serveriga ulangan holatda bazasini yuklab olaveradi. Lekin bilamizki, ba'zida shunaqa holat bo'ladi, internetga ulanish imkoniyati bo'lmaydi. O'shanday holatda biz offline bazalarni yuklab olib kelib o'rnatishligimiz mumkin. Endi offline bazalarni qayerdan olamiz? Offline bazani not32.uz saytidan olishligimiz mumkin. Bu joyda mana e'tibor bering, oxirgisi juda ham eski holatda qolib ketibdi. Endi hozirgi kunda antiviruslarni ishlash prinsipi, ya'ni ularning ishlatish narxlari juda ham qimmat bo'lmaganligi uchun odamlarga pul to'lov qilish, ya'ni o'sha litsenziyasini sotib olish muammo bo'lmayapti. Ya'ni internet orqali bazani yuklab olish hech qanaqa muammoga aylanmayapti. Demak, siz albatta bundan tashqari Telegramdagi ba'zi bir kanallardan Not32 antivirus uchun bazalarni yuklab olishligingiz mumkin. Endi keyinchalik mana bu saytda bazalar yangilansa, Not32 bazasi yangilansa, o'shanda yuklab olishligingiz mumkin bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, baza yangilash jarayoni biroz muddatni talab qiladi. Bu muddat davomida keling siz bilan biz ikkinchi bepul dasturimiz bilan tanishib ko'ramiz. Bu bepul dasturimiz o'sha 360 Total Security dasturi edi. Endi buni ham free antivirus, ya'ni bepul antivirusligini bilamiz. Endi e'tibor bering, buni bepul yuklab olishligimiz mumkin yoki offline installerini, ya'ni o'sha biz internet o'rnatishga mo'ljallangan dasturini yuklab olishligimiz kerak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, antivirusimiz yuklanishni boshladi.